Amerikadagi restoriyalar haqida ikki og'iz gapirib bermoqchiman. Bunaqa restoriyalar Amerika trassalarida har 40-50 kilometrda uchratishingiz mumkin. Bu rest arealar har bir shtatning o'zini Department of Transportation tashkiloti tomonidan, ya'ni bizdagi transport vazirligimizga o'xshagan o'zlarini tashkiloti tomonidan quriladi va moliyalashtirib boriladi. Bu yer tozaligiga qarash va obodonlashtirib turish uchun har bir shtatda o'zini Department of Transportation tashkiloti byudjetga tushadigan soliqlar va jarimalar qolaversa, Amerikada pulli yo'llar ko'p, o'sha pulli yo'llardan keladigan daromadlar evaziga shakllanib boradi. Shunaqa restoriyalarni ko'rib, ichimda bir umid paydo bo'ladiki, qachondir bizning ham mamlakatimizda mana shunaqa restoriyalar qurilishi va bizning aholimizga ham shunaqa qulay sharoitlar yaratilishi to'g'risida. Lekin ichimda yana bir shaytoncha aytadiki, sening mamlakatingdagilar hali bitta ko'prikni eplab qurisha olmayapti. Bunaqa restoriyalarga yo'l bo'lsin deb. Lekin nima bo'lganda ham yaxshi niyat qilamiz, yaxshi umid qilamiz. Chunki menga yana bitta narsa umid berdi. Yaqinda ko'rib qoldim. 451-kilometr loyihasi, menimcha shu Buxorodan Xorazmga qarab yurishda 451-kilometrda to'xtab kimdir ko'chat o'tkazganda cho'l o'rtasidan bu narsani videoga olib ijtimoiy tarmoqqa tarqatishgan va buni ko'rgan boshqa insonlar ham bundan ruhlanib borib o'sha joyga har bir o'tgan odam bitta gul, o'sha bitta daraxt ekib, kimdir gul ekib, o'sha joyi xalqi o'zi suv chiqarib obodonlashtirishga harakat qilishyapti va bu narsani ko'rib sevindim, chunki bizning aholimiz ham mana shunaqa yashil tabiatsiz yashab bo'lmasligini tushunib yetishdi va yaxshidan bog' qoladi degan naqlga amal qilib bog'lar yaratishga harakat qilishyapti. Ya'ni xalqimiz bu narsalarni tushunib yetdi. Bundan xursandman. Xudo xolasa kelajakda hammasi yaxshi bo'lib ketishiga. Keyingi videoda ko'rishguncha, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Amerikadan hali sizlarga juda yaxshi videolar tayyorlab boramiz.